Tun la la la. Barchaga salom qadrli obunachilarim. Sizlar bilan men Kampot va mani yangigina videomga xush kelibsizlar. Mana bu achkini qaranglar. Sizlarga yoqdimi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Nimaga bu achkini to'qib yursalaring o'tvoraylik. Xullas, bugun men o'zimni fake Kampotimdan, ya'ni fake Kampotdan qasos olaman. Chunki u o'tgan videoda qishlog'imizda juda g'alati ishlarni qilgan edi. Xullas, mana uchun men ajoyib narsalar tayyorlab qo'yganman va uni qishlog'iga borib shu narsalarni ishlatamiz. Xullas, qishlog'ini yo'q qilib yuboramiz. Mana bu yerda Kampotni rasmi turibdi TNTda. Okey. Mana bu sumkani ichida maxsus narsalar bor. Buni videoni oxiriga ko'rsataman obunachilar. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya etaman. Iltimos tezroq kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. 99% odam umuman obuna bo'lmasdan ko'rar ekan. Xullas, mana obunachilar, sizlar obuna bo'lgan bo'lsalaring, men Kampotni qishlog'iga, ya'ni fake Kampotni qishlog'iga yetib keldim. Yo-moyo, mana bu qishlog'ini lazerlarni qaranglar. Xullas, mana bu yerga boost kiritishmaydi va Kampotni skiniga o'tib olaman. Ya'ni fake Kampotni mana obunachilar o'tib oldim. Вообще ajoyibku. Okey, mayli bularni qo'yib qo'yaman dagin. Endi qishlog'iga boraman asta-asta. Okey, xo'p. Jitillar turibdimi? Okey, mayli kiraman. To'xta, Kampot, boyagida ketuvding-ku, qanday kelding? Sizlarga nima? Bu o'zimni qishlog'im bo'lsa xohlasam kelaman, xohlasam ketaman. Sizlarning ishlaring bo'lmasin, jitillar. Undan ko'ra ishlaringni qilinglar. Okey, uzr, Kampot. Mayli, okey, xo'p. Mayli, mana jitillar salgina qoldi. Xullas, shubhali gap aytib yuborishimga xullas kirib oldik. Mana bu rang-barang qishlog'ini qaranglar. Yo-moyo. Mana bu uylari deyarli meni qishlog'im bilan bir xil obunachilar. Qaranglar, buni bir xil, faqat rangi boshqacha. Kampotning uyi, fake Kampotning uyi. Yo-moyo. Meniki bilan bir xil kopiya qilingan. Qaranglar buni. Jinursin. Yo-moyo, bu yerni o'zini uyga aylantirib yuborgan. Bu yerda ham men qo'yadigan narsalar turibdi. O'tgan videoda ko'rgan bo'lsalaring, kelgan edi qishlog'imga. Mayli, Jinursin, meniki bilan bir xil, faqat bloklar o'zgargan. Kampot. Yo-moyo, meni klonlarim nima qilyapti bu yerda? Jinursin, fake Kampot meni вообще qattiq o'rgangan ekan-ku. Bu yerda fake, ya'ni klonlarim kerak emas, bularni yo'q qilib yuborishim kerak. Inventardan qurolni olib yo'q qilib yuboraman. Bu yerda meni klonlarimga o'rin yo'q. Bu fake Kampot mendan foydalanib juda ancha ishlarni qilgan va mana bu yer nima? Tushunursin, okey, tushib ko'raylikchi. Yo-moyo, bu qanaqa joy bo'ldi endi? Hozir bunday qilsam tepaga uchib ketaman-da. Kalit bor ekan, ochib ko'raylikchi. Narvon bor ekan obunachilar. Jinursin uydan chiqib kelar ekan. Yo-moyo. Mayli, biz mana bu yerni yo'q qilib yuboramiz, chunki bunaqa joy umuman kerak emas. Okey. Xo'p, jitillar bilishmaydi men qilganimni, chunki uzoqdaman. Okey, bo'ldi. Yaramas, mana bu uskunalari qoldi-ku, mayli. Mana bu katta uyni qaranglar. Davay bu yerga ham kirib ko'ramiz. Mana bu yerda yo-moyo. Iltimos, Kampot, fake Kampot, bizni o'ldirma, iltimos, biz Jinursin, iltimos, bo'ldi, endi Kampotni obunachilarim olmaymiz, seni obunachilaring bo'lamiz, fake Kampot, iltimos, meni o'ldirma, bizni. Jinursin, bu Kampotni qaranglar, nima ishlarni olib borgan. Yo-moyo. Men haqiqiy Kampotman, fake Kampotni skiniga o'tib oldim obunachilarim. Hozir sizlarni qutqaraman. Ko'rdinglarmi, obunachilarimni qayerga tiqib qo'yibdi? Yaramas. Meni uyimda kirka bo'lish kerak edi-da. Buni ham uyda kirka bor ekan. Shu joyga kirkamni qo'yib qo'yas edim. Okey. Bu yerda nima bor? Senga jitil, sotqin jitil. Jinursin, senga nima bor? Yaramas. Hammang o'lib ketlaring. Okey. Bu yerni yopib qo'yamiz, jitillar kelmasligi uchun. Mana sizlarga hozir ochishga yordam beraman. Bu yerdan tezroq qochib ketinglar yoki birga qochamiz, qarab tursalaring. Bu yerdan chiqishga sizlarga narvon kerak bo'ladi. Mana bu narvonlarni olamiz va mana sizlarga yordam beraman obunachilarim. Okey. Siz ham kanalimga obuna bo'lib, videomga like bosib qo'ying.
Rahmat senga Kampot. Biz seni doim kuzatib yuramiz. Joningga omad Kampot. Rahmat, okey. Xullas, sizlar ham obuna bo'linglar. Xo'p, yomaya ular mana bu yerdan qochib ketibdi, jin ursin. Mayli, zatto qochib ketishdi-ku, mana buni portlatib yuboramiz. Jin ursin, okey. Men hech nima qilganim yo'q. Yomaya jitillar, qaranglar, mana bu o'zidan o'zi portlab ketdi. Jin ursin, ana bu yerda ikkita uy portlab ketdi o'zidan o'zi. Ko'rdingmi, jitil o'zidan o'zi portlab ketdi. Fake Kampot ko'rdim Jin. Buni to'g'irlaymiz, bobo yo'q. Okey, xo'p, lekin to'g'irlamasliklaring aniq. Bu nima bu? Fake Kampotlar uyi yomaya mana bu yerda ular yotishar ekan, jin ursin. Bu yerni ham portlatib yuboramiz mana bu teneti bilan. Okey, 1 2 3. Qani asta portlatamiz va bu yerdan qochib ketamiz. Yomaya jitillar, hozir ana bu uy ham portlaydi, u yerdan qochinglar. Yomaya portlab ketdi, yaxshi. Kampot, nima qilyapsan? Fake Kampot, sen qilyapsanmi buni? Jinnimizlarman, nima qilaman? Mana bu qanaqa uy, hozir kirib dingi. Yomaya mana bu pullarni qaranglar. Jin ursin, bu Fake Kampot vobshe o'g'ri ekan-ku. Obunachilarimni va meni pullarimni o'g'irlar ekan. Yomaya yaramas. Kelsaydi joyida o'ldirib yuborgan bo'lasidim. Hammanglar bu pullarni portlatib yubormaymiz, chunki bu jin ursin pullarni qaranglar. Chunki bu pullar boshqalarning puli. Shunday qo'yib qo'yamiz. Teginmaymiz bu pullarga. Okey, bu qanaqa joy ekan? Jin ursin, Kampotning parollari nima qiladi bu yerda? Fake Kampot meni parollarimni. Jin ursin, bu yerda rostdan ham parollar bor, qanaqadir. Hozir hammasini olib ko'raylik. G'alati parollarmi? Yomaya, kim aytadi meni bunaqa parollar qo'yadi deb, jin ursin. Vobshe kulgili-ku. Men nahotki shunaqa oson parollar qo'ysam, o'zicha yozib tashlaganda endi bu Kampotam mayli, portlatib yuboramiz yoki yo'q qilib yuboramiz bu yerni ham. Jin ursin, men shunaqa oson parollar qo'yamanmi? Mayli, chunki u bilmaydi. Mayli, bu narsalar o'zim bilan qola qolsin. Xo'p, yaxshi. Endi yana nimadir qilib ko'rishimiz kerak. Okey, mana bularni inventarimga qo'yib qo'yaman. Ana bu yerda nima bor ekan? Xo'p, mana bu yerda Kampotning rasmlari. Rostdan ham men bu haqiqiy Kampotman. Meni rasmlarim bu yerda nima qilyapti, jin ursin? Bu yerda turmasligi kerak. Rostdan ham bu menman, lekin meni rasmlarim jin ursin sandiqning ichida ham ko'p ekan rasmlarim. Bu yerni yo'q qilib yoqib borish kerak. Chunki meni rasmlarimga bu yerda umuman joy yo'q. Okey, xo'p, mana bu oxiringi sirli sumkani ochaman, sizlar ko'rasizlar. Va mana bu yerda g'aroyib teneti bor. Buni qo'yganim bilan hamma joy yo'q bo'lib ketadi, bilasizlarmi? Hozir sizlarga ko'rsataman. To'g'ri, bu teneti emas, lekin hozir ko'rsataman sizlarga, obunachilar. Mana bu yerga qo'yamiz va bu hamma bloklarni yo'q qilib yuboradi asta-asta va mana bu qishloqni ham yo'q qilib yuboradi. Mana ko'rdinglarmi? Bloklarni o'ziga qarab tortyapti. Qanaqa blok bo'lishidan qat'iy nazar va hammasini yo'q qilib yuboradi. Xullas, mana ko'rib turibsizlar, men Fake Kampotning qishlog'iga keldim. Qishlog'ini yo'q qildim. O'zimning skinimga o'tib olay, chunki videoni tugash davri ham kelib qoldi. Iltimos, sizlar tezroq kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlardan iltimosim faqatgina shu, orqamga qaranglar. Rostdan ham hamma bloklarni yo'q qilib taylayapti. Xullas, barchaga xayr, meni eng qadrli obunachilarim. Iltimos, kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Tezroq birga bo'lishimga yordam berasizlar. Tavay tezroq aytganimni qilib obuna bo'lib qo'yinglar.